Assalomu alaykum aziz barcha ko'ruvchilar. Mana Farg'ona shahrida Hammobod orqasida xonadonga keldik. Ustalar kiroshga qilayotgan ekan. Hop, betonni qirg'oq chiqib qolgan ekan. Hozir 5 sm bunday bo'lib turib 15 sm turgan ekan. Endi har kuyga olib ana qildik. Toshlari ko'p ekan mana. Katta toshlari bor ekan. Endi biz yonmachasiga olib ko'rdik, yonmachasiga ketmadik. Bunaqasiga mana kesib chiqdik mana. Mana kesib chiqdik mana. Kesib chiqdik, endi xohlasa o'ramiz. Mana kiroshkachilarga bunday qilib buzib berdik mana. Kiroshkachilar qilyapti mana nima qilib olib berdik. Shunaqa qilib. Shuni zo'r qilib, bag' 12 sm, bag' 15-20 sm qilib olib berdik mana. Eshiklari tayyor. Bu rossiyskiy ekan bu. Toshlari to'la toshlar. Butun toshlar chiqdi. Arada kesa oldik. Mana bitta chuqurlari ham bor. Mana toshlar. Shunaqa qilib oldik. Kesa oldik. Mana bu yerda ham bor. Ishda ham berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa chiroyli qilib, arzonroq qilib, sifatli qilib beramiz mana. Ko'rishgachilar ham xursand bo'ldi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Viloyat bo'yicha Farg'ona, Namangan, Andijon bo'yicha yuraveramiz.